Assalomu alaykum azizlar. Mana biz navbatdagi obyektimizda bochka bilan nasosni yer ostiga joylashtirib ko'mib berdik. Shunaqa qopqoqlar bilan. Bu yerda betonni o'yib, hammoni kirgizib yubordik. O'tgan safarga o'xshab ichki montaj qilib, akkuratni qilib betonlarni kesib, utuklit qilib kirgizib yubordik. Va bu yerimizda shunaqa ixchamgina qopqoq bo'ldi. Tak, bu yerlarimiz razmerlari 80 cm ga 127 cm bo'ldi. Qopqolarimiz utuklik bo'ldi va shunaqa simlar bilan himoya qilib qo'ydik, to'sib qo'ydik. Do'stlar, bu bochkamiz 450 litr vertikal varianti va 125 wattlik ekonomishniy nasosimiz. Bu yerda do'stlar grantimiz ketyapti. Bu yerda grant bor. Bu yoqqa hammomga ketyapti. Bochkadan chiqishga bitta обратный klapan qo'yganmiz. 25 litr va nasosi kelyapti, bitta kran. Bu ketishiga nasos fotachasiga 20 lik turba ishlatganmiz. Bu yerda do'stlar oq va suv yo'q ekan. Shuning uchun mashinada bochkada suv olib kelib to'ldirilar ekan. Shunaqa gaplar do'stlar. Inshaalloh qishda muzlamaslik uchun sabablarni qilyapmiz. Bizda hozircha shunaqa gaplar do'stlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.